Assalomu alaykum hurmatli OpenShop YouTube kanalining obunachilari. Redmichilar, shu yerdamasizlar. Sizlar uchun zo'r yangilikni bugun mana shu YouTube kanalimizda olib chiqaman. Telefonni ko'rsatishdan oldin sizlardan bitta narsani so'ramoqchiman. Redmi'ni har xil telefonlari bor, to'g'ri, har xil segmentdagi telefonlari bor. Seriya, lineyka desak ham bo'ladi. Endi ruscha bo'lib qoladi faqat. Hop, A lineykasi bor, Note lineykasi bor, K bor. Aynan sizlar qaysi lineykaga ko'proq qiziqasizlar, qaysi seriyadagi telefonlarga, qaysi o'sha segmentga qiziqasizlar. Hozir bugun sizlarga ko'rsatilgan telefonim A lineykasidagi Redmi A7 Pro smartfoni. Buni hammamiz bilamiz. Bu smartfon Redmi'ning budjetli smartfonlari qatoriga kiradi. Telefonni dizaynini ko'rsataman hozir. Ekranga yaqinroq kelib olasizlar. Redmi A7 Pro smartfoni mana. A5 ko'pchilik biladi, A5 juda ham ko'p sotilgan, OpenShop orqali ham biz ko'p sotganmiz, uni o'zini ishlatuvchilari, foydalanuvchilari juda ham ko'p. A5 telefoniga juda ham o'xshaydi, faqat mana bu kamera ramkasi bunda biroz uzunchoqroq. Bu telefon A7 Pro deb nomlanib, bekorga emas, Pro hisoblangani uchun ham biroz A lineykasidagi smartfonlarga qaraganda, Redmi'ning smartfonlariga qaraganda kuchliroq bo'ladi. Xarakteristikasini qisqacha aytib ketaman. O'zi obzorimiz unaqa uzun bo'lmaydi, qisqagina bo'ladi, chunki bu budjetli smartfon, buni unaqa ko'p gapiradigan narsalari yo'q. Shunchaki sizlarga hammasini sekin-sekin aytib ketaman. Dizaynni ko'rdinglar, juda ham chiroyli. Menga eng yoqqan tarafi bu smartfon 6.9 dyuymni tashkil qiladi. Ya'ni ekrani 6.9 dyum. Bu o'yin o'ynash uchun, kino ko'rish uchun juda ham zo'r degani katta ekran. Xuddi kichkinagina planshet ishlatgandek maza qilib ishlatasiz. Telefonning protsessori Unisoc T7250 chipseti bilan jihozlangan. Telefon hozir qo'limdagi 128 GB doimiy xotira va operativ xotirasi 4 GB. Bu smartfonni kamerasiga keladigan bo'lsa, yana displeydan o'tib ketibman. Displey yengilanish chastasi 120 Hz tashkil qiladi. Lekin uni adaptatsiya qilsangiz bo'ladi, ya'ni zaryad sekinroq ketishi uchun uni 60 Hz gacha tushirsangiz bo'ladi. Ya'ni 60 Hz yoki 120 Hz uni nastroyka orqali o'zingiz tanlab olasiz. Lekin 120 Hz bunaqa narxdagi A segment uchun juda ham zo'r degani. Hop, kamerasiga keluvdik. Kamerasi основной kamerasi, ya'ni orqadagi asosiy kamerasi 13 megapikselni tashkil qiladi. Kamerasida raqamli avtofokus, stabilizatsiya va raqamli zoom mavjud. Afsuski bu optik emas, raqamli, lekin bor. Oldi kamerasi, ya'ni selfie kamera 8 megapikselni tashkil qiladi va oldi kamerasida ham portret rejimi bor. Diafragmasi 2.0. Agar tushunayotgan bo'lsanglar, bu smartfon Redmi'ni A kategoriyasidagi hozir eng yaxshi smartfon va biroz takomillashgan oldingi seriyalarga qaraganda. Protsessor kuchliroq va albatta kamerasida avtofokus bor, zoom bor, stabilizatsiya bor, raqamli bo'lsa ham va eng hayron qoladigani displey yengilanish chastasi 120 Hz. Hammaga qiziq bo'ladigan joyi telefonni albatta akkumulyatori 6000 mAh tashkil qiladi va 15 vatli adapterda zaryadga oladi. Afsuski, besprovodnoy zaryadkani qo'llab-quvvatlamaydi, lekin zaryadkasi juda uzoqqa yetadi. Chunki operativka kichkinaligi va protsessori hozirgi zamonaviy protsessorlarga qaraganda oddiyroq bo'lgani sizni zaryadingiz uzoqqa yetishini ta'minlab beradi. Agar 60 Hz ishlatadigan bo'lsangiz, yarqislarni churq qo'yib ishlatadigan bo'lsangiz, menimcha buni zaryadkasi bemalol 2 kundan oshiqga yetishi mumkin. Telefon xarakteristikasi haqida to'liq ma'lumot berdim. Endi narxlarini aytib o'taman. Hozir bu telefonning narxi aynan mana shu kunga solishtirganda, ya'ni 14-iyun bilan aytganda hozir bizning saytimizda 1.673.000 so'mga turibdi. Naqdga olsanglar openshop.uz saytida. Bo'lib to'lashga oladigan bo'lsanglar 12 oylik muddatli to'lovda oyiga sizlarga 194.000, 193.000 shunaqa atrofida tushadi. Agar qiziq bo'lgan bo'lsa, obzorimiz yoqqan bo'lsa, umuman olganda videoga like bosib qo'yinglar. Agar telefonga yana ham qiziqayotgan bo'lsanglar, ko'proq batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, bizning raqamlarimizga 71 203 66 60 raqamiga qo'ng'iroq qilinglar yoki mana shu videoni tagida izohlarga bosib turib, saytimizga o'tib shu telefonni ko'rsanglar ham bo'ladi.
Hammanglarga kattakon rahmat. Obzor, kichkinagina obzorimiz yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarimizda qanaqa telefonlarni obzor qilishimizni xohlaysizlar, shu narsani izohlarda yozib ketinglar. Undan tashqari OpenShop YouTube kanalini qo'ng'iroqchasini bosib qo'yinglar, keyingi videolarni o'tkazib bormaslik uchun. Ko'rishguncha